Sizlardan ko'p savollar kelyapti. Munir opa, farzandlarga nima uchun, yosh bolalarga, chaqaloqlarga nima uchun qo'yyapsiz degan savollar ko'p bo'lyapti. Farzandinglarga qo'yishimizga sunnat to'chkalarga qo'yyapmiz. Farzandlari hozir ko'ryapsizlar, chaqaloqlarni immuniteti past, kislorod yetib bormayapti bolalarga, cherepnoy tug'ilyapti. Shu muammolar juda ham ko'payyapti bolalarda. Chunki nimani hisobiga? Chunki onada kislorod yetishmayapti. O'shani hisobiga bolalarda shu kasallar ko'p bo'lyapti. Injiqliklar, keyin hozirgi bolalar ko'ryapsizlar, telefonda, internetda ko'proq shug'ullanishyapti. Shu muolajalarni qilayotganimizda bizda juda ham ko'p onalar bolalarni olib kelishyapti. Keyin xotiraga qo'yib bering deyishyapti. Mana hozir xotira to'chkalarini ham ochyapmiz bolalarda. Yaxshi, hozir mana maktabdan tashqari ko'pchilik bolalar farzandlarini qo'shimchalarga berishyapti. Ingliz tili, har xil rus tillariga berishyotganda, yana ham xotira yaxshilansin degan maqsadda shu to'chkalarni ochib beryapmiz. Inshaalloh natijalarimiz yaxshi hammasi. Kelinglar, sizlarni ham kutib qolamiz.